bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga borish uchun yurishni o'zi kifoya edi. Qaysi hududga tushib qoldimki, yuguryapman, lekin joyimda turibman dedi. Bizni mo'jizalar olamda shunaqa hududlar borki, joyida turish uchun yugurishingiz kerak bo'lgan hududdasiz. Bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib olish uchun bu hududda 2 barobar tezroq yuguradigan hududdasiz deydi. Nabodo yuradigan bo'lsangiz, yo to'xtaydigan bo'lsangiz, orqaga ketib qolasiz. Bugun biznes o'sha hudud. Joyida turish uchun yuguradigan hududga xush kelibsizlar. Nabodo yuradigan bo'lsak, yo to'xtaydigan bo'lsak, orqaga qolib ketamiz. O'shaning uchun joyida turish uchun yuguradigan bir paytda faqat harakat bilan emas, aql bilan. Don't work hard, work smart deydi. To'g'ri. Xotirjam qaror qabul qiladigan odamlar. Chunki gap yoshda emas, gap boshda. Siz bilan biz nimandir qoyillatdim deb bir-biriga qarab shukur qilsak, sinfdoshlarimizga 10 ta xotim bor, 20 ta 50 ta desak, qaysidir bittasiga qarab shukur qilsak, qaysidir bittasiga qarab fikr qiladigan davrda yashayapmiz.